Hammaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Hammalaringiz bilasizlar, iPhone 16 Pro Max chiqdi do'stlar. Narxi hozir 1800 bo'lib qolgan. Mana shu xonadonimiz 200 kvadrat. Bitta yangi 16 Pro Max puliga polностью bitgan do'stlar. 200 kvadratli xonadonimiz 3D rombikcha fason qilingan. Ko'rib turibsizlar, qaranglar qanday chiroyli chiqqan. 10 yil garantiyalari bor do'stlar. Bitta iPhone olsalaringiz 2 yildan keyin narxi tushib ketadi. Bu fasonimiz 10 yil sizlarga xizmat qilib beradi do'stlar. Tur faslga chidaydi. Suv bilan yuvsalaringiz ham bo'ladi, chang bo'ldimi, loy bo'ldimi, polirovka qilingan bo'ladi, laks surtilgan bo'ladi, quyoshdan ham zarari yo'q, bemalol ishonchli travertin hisoblanadi do'stlar. Kommentariya yozinglar. iPhone 16 Pro Max olasizlarmi yoki uylaringizda polностью 200 kvadratli xonadon bo'lsa, uylaringizni travertin qildirasizlarmi? Kommentariya yozib qoldiringlar. Biz videoni boshlaymiz. Bittadan like bosinglar, to'liq videoni ko'rishda davom eting. Xo'p do'stlar, videoni ham boshlab oldik. Ko'rib turgan xonadonlaringiz bitta yangi iPhone puliga bitgan. Hozir usta akamiz bilan savol-javob qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Javlon aka, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr, xush kelibsizlar aka. Nasib bo'lsa yana bitta xonadon tugatib oldik. Qilgan ishlarimizni birma-bir tanishtirib boramiz aka. Juda chiroyli fason bo'libdi do'stlar. Shu aytib o'tganimizda bitta yangi iPhone puliga bitgan xonadon. Shunday, ha. Mana kommentariya yozsinlar, bitta yangi iPhonemi yoki uylarni polностью mana shunaqa ideal qilib travertin qildiradilarmi? Kommentariya yozinglar do'stlar. Xo'p, akajon, qanaqa fason qildingiz bu xonadonga? Bu xonadonimizga tashqarisiga 3D rombikcha qilib berganmiz. O'rtalari karushniydan kamyasiya qilib, plastir tushirib berganmiz yo'llariga. Derazalar atrofiga pinoplexni tega yopishtirganmiz. Bukakdan. Tega qilib berganlar. Tega qilib yopishtirib berganmiz. Uy egasi olib bergan buni. Bunga ham alohida dizayn bo'libdi. Bunga ham derazalarning tagiga alohida 3D blok g'ishcha qilib berganmiz. G'ishcha bo'libdi. Mana 3D g'ishcha и 3D rombikcha bo'lgan. Ikki xil fason bo'lgan. Fasadning ust ko'cha qismiga ichkarilari ham bitgan. Aka, necha kunda bitdi mana shu xonadon? 12 kunda bitgandik. 12 kunda, 2 haftaga bitibdi. Yaxshi. Necha kishi ishladi bu yerda? 3 kishi ishladik. Yaxshi. Qanchadan bo'lyapti hozir narx-navolar aka? $7 dan $10 gacha bo'lyapti. $7 dan $10 Shunday fasoniga qarab narx o'zgarib ketadi. Shu qilib o'tgan xonadonimizga shu necha pulga kelishsa, o'sha ichiga nimalar ketadi aka? Ustun narxi ham, material ham bitta bo'ladimi yo alohida? Yo'q, qarang, ustun material ichida faqat devorda ishi bo'layotgan bo'lsa, uy egasi, misol uchun loy shoq bo'layotgan bo'lsa, kafelniklar olib beradi. Agar shkaturka tayyor bo'lsa, faqat lis olib beradi, bo'ldi. Qolgan narsasi o'zimizda. Atak ichi nimasi, hammasi ichida bo'ladi. Shunday, ustun material ichida. Xo'p, endi ichkarilarini ko'rsatib o'tsak, tepasi ham bor ekan, uyda tepasi ham. Ha, uy tepalari ham 3D rombikcha bo'lgan. Chiroyli bo'lgan. Xo'p, ichkarilariga nima bo'ldi aka? Bir boshdan aytib o'ting. Ichkariga 3D palasa qilganmiz. Duoyna qilib ichidan 3D palasa qilib berganmiz. Arka qilib, 3D arka qilib, ichi rombikcha qilib berganmiz aka. O'rtalariga har doimgidek karshiylar. Qaranglar qanday chiroyli chiqqan do'stlar. Yaqindan kelsanglar ham polностью kafilda yaltirab turibdi. Pastlari sokil qismi kafil bo'lgan, aytib o'tganimdek. Tepa qismlari ham bitgan uyimizda. Xo'p, akajon, bu xonadonimiz o'zi loyshoqmi yo qumshoqmi? Yo'q, bu xonadon shkaturka. Shkaturka. Ha, shkaturka. Faqat uy egasiga hisob ber, qolgan narsani o'zimiz olib kelib qilib tugatib ketdik. Shu boshqa xarajatlarsiz bo'layotganda bu ham bitta summani ichiga ustun narxi ham, materiali ham, kraskasimi, shotkasimi hammasi ichida bo'ladi. Hammasi ichida. Misol uchun uy egasi shotka olib beray, qalam olib kelib yurmaydi. Hamma narsani o'zimiz olib kelib qilib ketamiz. Yana qanaqa fasonlar bor aka bundan tashqari? Fasonimiz ko'p har xilcha. 3D blokcha, misol uchun 3D palasa bor. Karta miroj mushkuli fasonimiz bor. Har xilcha fasonlarimiz bor. Qaysi misol uchun ma'qul kelsa, o'shani qilib beraveramiz. Yaxshi. Do'stlar, chiroyli chiqqan. Kommentariya o'z fikrlaringizni yozib o'tinglar. Hozir bizda Samarqand viloyati Pastarxon tumanida biz, ha? Shunday. Charxinda biz. Shunday. Yaxshi, chiroyli chiqqan. Xo'p, bu qismlarichi 3D palasa qilingan bu yerda. 3D palasa bo'lgan bu taraflari. Qaranglar qanday ideal chiqqan. Yaltirlab turishini ko'ryapsizlarmi do'stlar? Xo'p, aka, buni endi nimalarni ayting? Tur faslga chidaydimi? Qishga qattiq qishga yorilmaydimi? 10 yil garantiyasi bor buni. Suv tiyadimi yo bo'lmasa chang bo'lib loy tiysa ham bemalol yuvib olsa bo'ladi. O'ziga hech narsa qilmaydi. Hech narsa polirovka bu 2 slok laki bo'lgan. Hech narsa qilmaydi. Bitta xonadonimizga ikki xil fason qilibsiz aka. Shunday. 3D palasa, 3D rombikcha ham qilib berganlar mana arkani ichiga.
Xo'p, shuni ham aytib o'ting aka, bu alohida bo'ladimi? Yo'q, Ikki xil ichida. fason bo'lyapti-ku. Yo'q, ichida. Ichida qilib Bitta beramiz. summa qilib berasiz. Ha, shu misol uchun shu $9 shu ichida qilib beramiz. Yaxshi. $7 boshlanib, 10-11 dollargacha davom etadi, ha? $10 $7 dan $10 Shunday ham. Ko'rib turgan fasonlaringiz qanchadan bo'ldi aka bu? $9 bo'ldi. $9 bo'lgan. Xo'p, bu yoq taraflarni ham bir ko'rsatib o'tsak, to'g'rimizga mana chiroyli qilib nimalar qilingan. Bu taraflarni ham 3D polasa qilib, do'yni 3D polasa qilib berganmiz taraflarni. 3D palasa. Derazalar atrofiga 3D qilib, o'rtalariga cho'kkadan kombinatsiya qilib berganmiz. Tegaday qilib chizib bergansiz. Ikkalamiz shuni variant shunday qilib berganmiz. O'zi deraza bilan eshik girdiga tega bo'lish kerak, lekin ikkalama ishni qilib mana qaranglar qanday. Uzoqdan qarasalaringiz mana ramka qilib tegaday chiroyli bo'lgan mana. Tega olish shart emas. Shunday ham misol uchun bir xil turaveradi. Misol uchun tega yo'q, ko'parilib yo'q boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bu bir xil turaveradi-da. Ha, tega nechidir vaqtdan keyin baribir ko'parilishi mumkin-da endi. Shunday, bu misol garantiya o'zi turaveradi-da bu. Chizilgan, chiroyli bo'lgan. Shu 2 haftada bitiribsizlar, aka? Ha. Xo'p. To'lovlar qanday bo'ladi, aka? Uy egasi shu ishni boshlashimizga 50% pul beradi. Hamma materialni olib kelib, qolganini ish davomida keyin oxirida beraveradi. Ha, demak shu kvadratiga mos summani o'sha 50% materialga ketadi. Shunday. Chunki ham material birdan olib kelmasa, chunki partiyasi o'zgarib ikki xil chiqib qolishi mumkin. Hamma narsa olib oladi. Sizlar uyimiz kichkinagina uy bo'lgan, lekin shinamgina bo'libdi-da. 3D palasachalar bilan chiroyli bo'lgan. Bundan tashqari yana fasonlari bor, telegramlarga yozsalaringiz. Ha, bemalol aka. Ko'rsatib o'taveradi. Fasonlarimiz yo'q, qaysi bir agar yoqsa o'shani qilib beraveramiz, muammosi yo'q. Kommentariy yozinglar fikrlaringizni do'stlar. Qalay sizlarga uy ma'qulmi? Dizaynchi chiroyli chiqqani. Ko'pchilik hozir oq travertinga karta meroga o'tib ketyapti, lekin menimcha mana shu maloshni ham hali beri trenddan qolmasa kerak. Endi bu ko'pincha skromniy variant ham обычный kuzda ortib ham qo'ymay chiroyli variantda shu. Yaxshi. Xo'p, uy egasi sizga yana nimalar qilib berish kerak aka? Lisa olib berish kerak menimcha. Uy egasi shu lisa olib beradi. Hammaqa lisa. Ishga bitta lisa olib bersanglar do'stlar, balandga chiqib ishlashga bu devorimizda agar loy sho'da bo'lsa, kafilnikli olib beradi. Agar shkatorka bo'layotgan bo'lsa, shart emas, faqat lisa olib beradi. Qolgan narsa o'zimizda. Devorlarsiz loy sho'g bo'lsa, kafilnikli olib berar ekansizlar. Agar qumshoqli bo'lsa, kafilnikli kerak emas. Kafilnikli u mustahkam qilish uchun-da, aka. Loy sho'g'ni ustida. Ha, shunday mustahkam bo'lishi uchun keyin travertini tortaveramiz. Ha. Chiroyli bo'lgan. To'lovlarini aytib o'tdik. Boshida shu kelib o'lchaganlardan keyin kvadratga mos material uchun 40-50% larini bersalaringiz, qolganini ish bitgandan keyin bo'laveradi. Shunday. Xo'p, aka o'zingiz qayerdansiz? Qayerlarga borib ishlaymiz yo faqat Samarqandgami? Bir aytib o'ting ishlarni. Yo'q, biz Samarqand Kattaqo'rg'ondanmiz. Endi misol uchun agar boshqa viloyatlardan bo'layotgan bo'lsa, kvadratiga qarab chiqamiz. Kamroq bo'layotgan bo'lsa, borib kelishimizga rasxodimiz to'g'ri keladi. Ha. 12 ta viloyatga ishlaydilar. 200 kvadratdan ziyod bo'lsa, sal uzoqroqga ham chiqaverasiz. Ha, bemalol. Toshkentga deysizlar, bemalol chaqiravinglar, mana chiroyli qilib beradilar. Tepalariga ham alohida fasoncha qilib qo'yibdilar, aka buni ham. G'ishcha qilibdilar. Chiroyli kombinatsiya bo'lgan. Xo'p, aka o'zi bana ustozsiz bir ikkita maslahatlar bering. Loyshoqli uyga ursa yaxshi bo'ladimi yo 1-2 yildan keyin xatomi? Shularni bir aytib yo'q, o'ting. loyshoqimiz endi misol uchun pishiq loyshoq bo'lsa, misol uchun pukillab yo bo'lsa eski loyshoq bo'layotgan bo'lsa, unga bo'lmaydi. Yo'q, tushib ketadi, devor tagidan tushib ketadi. Misol uchun loyshoqimiz eskidan bo'lib, agar pukillab qo'parilayotgan bo'lsa, uni ustidan kafilnikli tortib bo'lmaydi. Yangiroq urilgan loyshoq yangi pishiq bo'layotgan bo'lsa, pishiq bo'lib yangi nima loyshoq bo'lgan bo'lsa, ustidan kafilnikli tortib qilsak bo'ladi aka. Ha. Qumshoqqa hech narsa keragi yo'q. Qumshoqdan ha bir ikkita treshinasi bo'lsa, treshinasi yo'q ko'radilar. Ha, ularni yamab, o'zimiz to'g'rilab. Garantiyalari bor, aka? Ha, 10 yil garantiyasi bor. Sizlar bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar, chiroyli chiqqan. Eng yoqqani menga mana shuda arkan ichiga qilingan dizaynchilar. Xo'p, bundan tashqari aka, arkan ichiga yana qanaqa trafaletlaringiz bor?
Har naqshmi xil yoki naqshli, gulli, marokandli har xilchalari bu aka. shuni o'ziga ham rombik qilmasdan boshqacha qilsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Endi uyda egasi fasollarini ko'rsatgan, shu yoqqan uchun rombikcha yoqqan uchun shuni qilib berganmiz. Yaxshi. Xo'p, demak, Telegramimizga yozsa fasollarni tashib berasiz. Ha, bemalol Telegram yozsa har xilcha fasonimiz bor. Qaysi yoqsa qilib beraveramiz. O'zlari ham qo'shnisigami yo'q nima qayerga ko'rgan bo'lsa ham o'sha rasmni tashib bersa o'shani qilib chiqaraverasiz. Bemalol agar bizada yo'q fason boshqa joyda bo'layotgan bo'lsa ham uni qilib beraveramiz. Xo'p, do'stlar, mana bittadan like bosib qo'yinglar, chiroyli chiqqan uyimiz. Kommentariy fikrlaringizni yozinglar. iPhone olasizlarmi yoki uylaringizni chiroyli remontcha qilib olasizlarmi? iPhone endi bar qurilmayu, lekin uylaringizni bar chiroyli qilganlaringiz yaxshi. Mana sizlarga imkoniyat. Bitta iPhone puliga o'zi remont qilayotgan vaqt kelib qolgan. iPhonelar ham 2000, 1800, 2000 atrofida bo'lyapti-da. Bitta iPhone puliga mana Euro stildagi travertin rombikcha g'ishcha fason qilingan ustilari chiroyli bo'lgan. Mana bularni ham yopishtirib berganlar. Bu qanchadan yopishtiriladi aka? Yo'q, buni uyda egasi olib bergan, xarid qilib bergan bizga. Yopishtirib berishimiz ichida qilib berganmiz buni. Bepul qilib bergansiz. Ha, shunday ichida qilib berganmiz. Yaxshi mana do'stlar. Skidkachalar qilayotganlar. O'zi atak bu 20 mingdan qilinadi, yopishtiriladi. Ha, metri 20 mingdan yopishtirib, bu ichida qilib berganmiz. Ichida qilib berganlar. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, kelishtirib qilib beradilar. Qayerdan ko'rayotgan bo'lsalaringiz kommentariy yozinglar. Qani qayerdan kuzatyapti ekan obunachilarimiz bizani. Xo'p, aka, rahmat sizga, Javlon aka. Rahmat Sherzodga. Nasib bo'lsa, muxlislarimiz, obunachilarimiz, klientlarimiz chiqsa, chiroyli qilib berasiz. Qo'ldan kelgancha xudo xolasi qilib beramiz. Qishga ham ishlaymizmi aka? O'zi bu yog'i qish endi. Qishda endi minusga o'tsa bo'lmaydi aka. Minusga o'tsa endi muzlaydi, bo'lmaydi. Yaxshi. Plyusda endi juda sovib ketsa ham bo'lmaydi aka. O'rta xil vaqtda qilib beraveramiz. Ha, bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilaveringlar, bittadan like bosib qo'yinglar do'stlar. Travertin qildiraman, fasatni remont qildiraman deb yurgan tanishlaringizga, do'st birodar, qarindoshlaringizga videoni tashlab qo'yinglar, bir ko'rsinlar. Mana shunaqa variant qildir, jo'ra yoki aka deb qo'ysalaringiz, ko'radilar. Chiroyli chiqqan variant, obrazes mana sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Narx-navolari ham arzon, garantiyalari bor, tur faslga chidaydi. Qaranglar, yana bir bag'larni ko'rsatsam, uyimiz juda chiroyli bo'lgan. Sog' bo'linglar do'stlar.